Uning oppoq badani, oydinda tovlanayotgan ipakdek terisi ko'z oldimdan ketmasdi. Men uxlardim, lekin tushlarimda faqat u bor edi. U uyg'oq edi, lekin men uning xayollarida ekanligimni bilmasdim. O'sha tun, o'sha yomg'irli, momaqaldiroqli tun bizning hayotimizdagi hamma narsani o'zgartirib yubordi. Bu shunchaki ehtiros emasdi, bu yillar davomida yig'ilib qolgan, portlashga tayyor vulqon edi. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan hikoyam, ehtimol, ko'pchilik uchun taqiqlangan mavzudir. Lekin bu haqiqat, hayotning o'zi. Agar siz ham inson qalbining eng chuqur, eng yashirin burchaklaridagi sirlarga qiziqsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Mening ismim Nodir. Yoshim 26 da. Bu voqea sodir bo'lganda 24 yoshda edim. Qishloqda oddiy hayot kechirardim. Bizning uyimiz amakimning uyi bilan devordarmiyon qo'shni edi. Amakim maktabda o'qituvchi, ko'pincha ishda bo'lardi. Ularning bitta o'g'li bor, mendan katta, shaharda o'qiydi, faqat dam olish kunlari kelardi. Va inobat kenayim. U 40 yoshlarda edi, lekin unga qaragan odam buni aslo aytolmasdi. U kasalxonada navbatchi hamshira bo'lib ishlardi. Uning qomati ochig'ini aytganda, qishloqdagi har qanday yosh qizni hasad qildiradigan darajada go'zal edi. Men uni har doim hurmat qilardim, kenay deb murojaat qilardim. Lekin ich-ichimdan unga bo'lgan munosabatim boshqacha edi. Uning har bir harakati, kulgusi, hatto oddiygina yurishi ham meni o'zimga tortardi. Bu shunchaki jinsiy istak emas, balki qandaydir tushuniksiz, o'smirlikdan qolgan bir hayrat va ehtiros edi. Bir kuni ertalab odatdagidek ularnikiga bir yumush bilan kirdim. Eshik ochiq edi. Har doim chaqirib kirardim, lekin bu safar negadir indamay kiraverdim. Dahlizdan o'tib, yotoqxona eshigini ochdim va qotib qoldim. Kenayim ishga kiyinayotgan ekan. Uning egnida faqat oppoq, nafis ich kiyim bor edi. Uning silliq yelkalari, ingichka beli va to'lishgan dumbalari ertalabki quyosh nurida shunday jozibali ko'rinar ediki, men ko'zlarimni uzolmadim. U meni ko'rib cho'chib tushdi. "Voy, Nodir! Eshikni yop" deb qichqirdi u qo'llari bilan ko'kragini to'sib. Men go'yo sehrlangandek edim. Zo'rg'a "Uzr, kenay" deb g'o'ldiradim va eshikni yopib, shosha-pisha chiqib ketdim. O'sha kundan keyin hayotim o'zgardi. Kenayimning o'sha holatdagi tasviri ko'z o'ngimdan ketmasdi. Kechalari uxlay olmasdim. Tushlarimda uning oppoq badanini silardim, uning hidini his qilardim. Men o'zimdan uyalardim, lekin bu istakni jilovlay olmasdim. Har safar uni ko'rganimda yuzim qizarib, tezroq ko'zdan yo'qolishga harakat qilardim. May oyi edi. Havo iliq, bahorning mast qiluvchi hidi dimoqqa urilardi. Bir kuni kechqurun amakim qo'ng'iroq qildi. "Nodir, jiyan, kenaying tungi navbatchilikdan kelib, charchab uxlab qolibdi. Mollarga o't-xashak tashlab yubor, men maktabda ushlanib qoldim, kechroq boraman", dedi u yuragim duk etib urdi. "Xo'p, amaki, xavotir olmang", dedim ovozim titrab ketmasligiga harakat qilib. Bu taqdirning menga bergan imkoniyati edi. Uyda hech kim yo'q. Faqat men va uxlab yotgan go'zal kenayim. Amakimning ishlarini tezda bitirdim. Quyosh botib, qosh qorayib qolgandi. Men sekin uyga kirdim. "Kenay" deb chaqirdim, ovozim biroz bo'g'iq chiqdi. Javob yo'q. Yana bir bor chaqirdim. Sukunat. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqayozdi. Oyoqlarim o'z-o'zidan yotoqxona tomon boshladi. Eshikni asta ochdim. U uxlab yotardi. Ishdan kelgan kiyimida, charchoqdan karavotga yuztuban yiqilgancha uxlab qolgan edi. Tizzasidan biroz yuqorida turgan yubkasi, oppoq koftasi. Uning tinch, bir maromda nafas olishi xonadagi sukunatni buzardi. Men uning yoniga keldim.
Uning sochlari yostiqqa yoyilib yotardi. Men uning yoniga o'tirdim. Qo'llarim titrardi. Uning yuziga tushgan sochini sekin ko'tardim. Uning terisi shunday silliq, shunday issiq ediki. Men engashib uning yuzidan o'pdim. Ohista, xuddi kapalak qanoti tekkandek. U qimirlamadi. Bu mening jur'atimni oshirdi. Men uning yubkasini sekin yuqoriga ko'tara boshladim. Uning oppoq, silliq oyoqlari keyin esa oppoq tursiga ko'rindi. Mening nafsim bo'g'zimga tiqildi. Men uning sonlarini silay boshladim. Qo'llarim yuqorilab bordi. Uning terisi mening qo'llarim ostida biroz titragandek bo'ldi, lekin u uyg'onmadi. Men uning tursiga ustidan o'pdim. Uning o'ziga xos ayollik hidi meni mast qilardi. Men o'zimni to'xtata olmasdim. Bu shunchaki shahvat emasdi, bu yillar davomida yig'ilgan hayrat, ehtiros va balki sevgi edi. Men uning tursigini sekin pastga tushirdim. Uning eng mahram joyi ko'zlarimga ochildi. Men engashib tilim bilan u yerni erkalay boshladim. Men go'yo chanqagan sayohatchi edim va bu mening bulog'im edi. Men uning tanasining har bir nuqtasini o'pib silab chiqdim. Uning maykasini ko'tardim, lifchigini yechdim. Uning oppoq, to'lishgan ko'kraklarini qo'llarim bilan ushladim, uchlarini tishladim. Mening ehtirosim shu qadar kuchli ediki, men tezda o'zimni yo'qotib qo'ydim va bo'shandim. Tursigining ustiga. Men biroz uyaldim, lekin bu hissiyot to'lqinini to'xtata olmasdim. Men biroz tinchlandim, lekin nafsim hali qonmagan edi. Men o'rnimdan turdim, shimimni yechdim. Mening asbobim toshdek qotib turgandi. Men yana uning ustiga engashdim, uni o'zimga tortdim. Men uning tanasiga o'zimnikini ishqalay boshladim. Va shu payt u ko'zlarini ochdi. Uning ko'zlarida avvaliga tushunmovchilik, keyin esa dahshat va g'azab paydo bo'ldi. "Nodir, nima qilyapsan, iflos?" deb qichqirdi u va menga tarsaki tushirdi. Yuzim lovillab ketdi. "Tush ustimdan. Hozir amakingga aytaman. Sharmanda qilaman", deb baqirardi u tipirchilab. Lekin men endi to'xtay olmasdim. Mening ichimdagi hayvon uyg'ongan edi. Men uning qo'llarini ushlab boshining yuqorisiga qayirdim. "Sizni istayman, Kenayi. Faqat sizni", dedim ovozim xirillab. Men o'zimni uning ichiga itardim. U qichqirdi. Og'riqdanmi yoki zavqdanmi bilmadim. Men harakatlana boshladim. Avvaliga sekin, keyin tezroq. Uning tanasi mening harakatlarimga javob bera boshladi. Uning qarshiligi asta-sekin susayib, o'rnini ingrashlar va chuqur nafaslar egalladi. "Oh, Nodir, to'xta, yo'q, ohi." Uning so'zlari bir-biriga qovushmasdi. Uning tanasi endi menga qarshi emas, men bilan birga harakatlanardi. Uning tirnoqlari yelkamga botdi, oyoqlari belimga chirmashdi. Biz 20 daqiqacha shunday davom etdik. Xona bizning nafasimiz, ingrashlarimiz va tanalarimizning bir-biriga urilish ovozlari bilan to'ldi. Bu yovvoyi boshqarib bo'lmaydigan ehtiros edi. Men uning bo'ynidan, lablaridan o'pardim. "Siz go'zalsiz, siz ajoyibsiz", deb pichirlardim. Uning ko'zlarida endi g'azab yo'q, faqat tumandek shahvat va lazzat bor edi. Men o'zimning eng yuqori nuqtamga yetib keldim. "Kenayi, men hozir", deb ingradim va bor kuchim bilan uning ichiga bo'shandim. U ham men bilan birga titrab ketdi. Uning tanasi qattiq taranglashib, keyin bo'shashdi. Biz bir-birimizning quchog'imizda holsiz yiqildik. Biz biroz shunday yotdik. Faqat og'ir nafas olishimiz eshitilardi. Men boshimni ko'tarib uning yuziga qaradim. Uning ko'zlari yumilgan, yuzida qandaydir tinchlik va qoniqish ifodasi bor edi. Men uning terlagan peshonasidan o'pdim. "Mazza qildim, Kenayi", dedim pichirlab. U ko'zlarini ochdi. Uning nigohida avvalgi g'azabdan asar ham yo'q edi. Uning ko'zlari chuqur, sirli va biroz ma'yus edi.
U qo'lini ko'tarib mening yuzimni siladi. Men ham, dedi u ovozsiz. Keyin u mening labimdan sekin o'pdi. Bu o'pichda minnatdorchilik bor edi. Endi turaylik, dedi u sekin. Amaking kelib qolishi mumkin. Biz kiyindik. Xonadagi havoda hali ham bizning ehtirosimiz hidi bor edi. Men eshik oldiga borganimda u meni to'xtatdi. Nodir, dedi u menga tikilib. Bu oramizda qolsin. Men bosh irg'adim. Albatta, Kenay. U biroz jim turdi-da, keyin sekin qo'shimcha qildi. Amaking yo'q paytlari kelib tur. O'sha kundan boshlab mening hayotim butunlay o'zgardi. Endi men amakimning ishga ketishini, Kenayimning navbatchilikdan qaytishini intiqib kutadigan bo'ldim. Bizning uchrashuvlarimiz tez-tez takrorlanadigan bo'ldi. Har safar bu yangi bir sarguzasht, yangi bir ehtiros portlashi edi. Bu bizning kichik, taqiqlangan, ammo shirin sirimiz bo'lib qoldi. Men bilardim, bu noto'g'ri, bu gunoh. Lekin Kenayimning quchog'ida his qilgan baxtim, u menga bergan o'sha olovli nigohlar, bularning barchasi har qanday gunohdan ustun edi. Biz bir-birimizga kerak edik. Uning yolg'izligi mening ehtirosim bilan to'ldi, mening orzularim esa uning haqiqatiga aylandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'sha kecha darvozani ochmasligim kerak edi. Balki hammasi boshqacha bo'larmidi? Lekin taqdir o'z o'yinini allaqachon boshlab yuborgan ekan. Erimning do'sti deb bilgan insonim bir kun kelib mening eng yaqin sirdoshimga, mening gunohimga va yashirin baxtimga aylanishini tushunmagan ekanman. U mening bilagimdan tutganda qo'rquv bilan birga vujudimda g'alati titroq uyg'ondi. Bu nafrat emasdi. Bu yillar davomida uxlab yotgan ayollik hislarining uyg'onishi edi. Bugun men sizga o'z xiyonatim, qo'rquvim va erim bera olmagan olovli mehr haqida aytib beraman. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugungi hikoyamiz ko'pchilik uchun og'riqli, balki kimlar uchundir tanish bo'lgan mavzu, xiyonat va ehtiros haqida. Bu voqea real hayotdan olingan. Agar siz ham inson qalbining yashirin burchaklaridagi sirlarga qiziqsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Mening ismim Sabina. 2 yil oldin bo'lib o'tgan bu voqealar hali ham ko'z o'ngimda kechagidek turibdi. Men oddiy ayolman, 2 farzandning onasiman. Tashqaridan qaraganda hayotim havas qilgudek, erim bor, bolalarim sog'lom, uy-joyimiz joyida. Lekin ayol kishining ichki dunyosi faqat ko'rinadigan narsalardan iborat emas ekan. Erim. U yomon inson emas. Mehnatkash oilam deydi. Lekin oxirgi paytlarda o'rtamizda qandaydir sovuqlik, masofa paydo bo'lgandi. U doim ish, tashvish, pul topish ilinjida. Meni ayol sifatida, nozik xilqat sifatida ko'rmay qo'ygandek edi. Suhbatlarimiz faqat ro'zg'or va bolalar haqida bo'lib qolgandi. Erimning bir yaqin do'sti bor edi. Ismi Jasur, ismlar o'zgartirilgan. U biznikiga tez-tez kelib turardi. Bo'ydoq, uylanmagan, kelishgan va ko'zlari doim kulib turadigan yigit. Erim bilan choyxonalarda o'tirishar, ba'zan uyimizda mehmon bo'lishardi. Men unga shunchaki erimning do'sti, uka qatori qarardim. Hech qachon xayolimga yomon fikr kelmagan. Lekin o'sha kuni, hammasi o'sha kuni o'zgardi. Kechki payt edi. Erim uyda yo'q, qayergadir chiqib ketgandi. Darvoza qattiq taqilladi. Chiqib qarasam, Jasur. Uning holati g'alati edi. Ko'zlari qizargan, og'zidan spirtli ichimlik hidi kelib turardi. U mast edi. Akam qanilar deb so'radi u chayqalib.
Uyda yo'qlar, chiqib ketdilar, dedim men biroz cho'chib. Tezroq eshikni yopmoqchi bo'ldim. Shunda u kutilmagan ish qildi. Oyoqlarini eshik orasiga tiqib darvozani yopishimga yo'l qo'ymadi. Unda "Siz keraksiz menga, kelin", dedi u xirillagan ovozda va mening bilagimdan mahkam ushladi. Yuragim tovonimga tushib ketdi. Qo'rquvdan qaltirab qoldim. "Nima qilyapsiz? Qo'yvoring. Jinnimisiz?" deb siltandim. Uning nigohi. U menga do'stining xotini kabi emas, balki och bo'ri o'ljasiga qaragandek qarardi. "Boring, ichibsiz. Hozir erimga aytaman", deb baqirdim. Bu gapimdan u biroz hushiga kelgandek bo'ldi va qo'limni bo'shatdi. Men darvozani qattiq yopib qulfladim. Ichkariga kirib, devorga suyanib, uzoq vaqt nafasi rostlayolmay turdim. Qo'rquv bilan birga, tan olgim kelmasa ham, yuragimning bir chekkasida meni kimdir ayol sifatida xohladi degan taqiqlangan, ammo yoqimli bir his o'tgandek bo'ldi. Erim kelganda hech narsa aytmadim. Aytolmadim. Noto'g'ri tushunadilar, do'sti bilan urushib qoladi, baloga qolaman deb qo'rqdim. "Tinchlikmi, kayfiyating yo'q?" deb so'raganida "Boshim og'riyapti" deb qutuldim. O'sha voqeadan keyin Jasur ko'rinmay ketdi. Men ham unutishga harakat qildim. Kunlar o'tib, erim Rossiyaga ishlashga ketishga qaror qildi. Uy-joyni ta'mirlaymiz, mashina olamiz deb reja tuzdi. Men rozi bo'ldim, lekin ichimda yolg'iz qolishdan qo'rqardim. Ketishidan oldin bozor-o'char qilgani chiqdik. Erimga kiyim-kechak, yo'l anjomlari olardik. Tasodifni qarangki, bozorda Jasurni ko'rib qoldik. U bizni ko'rdi-yu to'g'ri yanimizga keldi. "O, do'stim, Rossiyaga ketyapsanmi?" deb erim bilan quchoqlashib ko'rishdi. Keyin menga qaradi. O'sha nigoh, o'sha mast holidagi vahshiy nigoh emasdi. Bu safar uning ko'zlarida ayyorona, sirli va ma'noli tabassum bor edi. "Yaxshimisiz, kelin?" dedi u ko'zini uzmay. Men yerga qaradim. "Yaxshi", dedim pichirlab. U erimga gapirardi-yu, lekin butun diqqati menda ekanligini terim bilan his qilardim. Uning bu qarashi butun vujudimni qizdirib yubordi. Erim esa hech narsani sezmasdi. U do'sti bilan hazillashib xayrlashdi. Uyga qaytdik. 4 kundan keyin erimni kuzatdim. Aeroportda xayrlashdik. U ketdi. Uy huvillab qoldi. 2 bola bilan yolg'iz qoldim. Tunlari devorlar menga qarab turgandek, yolg'izlik